Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizde devamlaştırımız. Prezident Obama Hiroşima ülkesini ziyaret kıldı. Dep körsetdi mavzulu haber 4. ayının 23. günü Amerika avazının Xitay tili programması ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Yaponiya matbuatları haber kılıp mundaq körsetdi. Prezident Obama kelar edi Yaponiyaga berib sanoatlashgan 7 guruh sanoatlashgan 7 davlat guruhining yuqori darajaliklar yig'ini qatnashgan mezgilda Ikkinchi Dunyo urushi mezgilida atom bombasining hujumi uchragan Hiroşima o'lkasini ziyorat qildi. Mundaq aytganda Prezident Obama Hiroşima orolini ziyorat qilgan Amerikaning tunji prezidenti bo'lib qoladi. Hiroşima oroliga tashlangan atom bombasi 140 ming odamni halok qilgan edi. Üç gün o'tgandan keyin shu yillarda Amerika armiyasi Yaponiyaning Nagasaki o'lkasini yana bir atom bombasi tashlab, atom bombasi taxminan 7 ming odamni halok qilgan. Yaponiya taslim bo'lganligini jakarlab, Osiyo Tinch okean urushi oxirlashgan. Yaponiya matbuotlari yana mundaq ko'rsatdi. Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe Prezident Obama hamroh bo'lib, Hiroşima o'lkasini ziyorat qildi. Endi bunundaki bu haber tugadi deyli. Bunu Amerika ovozli Xitoy til programmasida anglatdik deyli. Endilikda yana bir haber. Yaponiya matbuotlari Prezident Obama Hiroşima orolini ziyorat qiladigan bo'lsa, bu ish abadiy bilgili bo'lmaydigan bir ishdir dedi. Mavzuli haber 4. ayının 24. günü Tweet orbiti e'lon qilindi. Avval haber 4. ayının 23. günü Amerika ovozli Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Bu haber 24. gün Tweet orbiti e'lon qilindi. Haber munda başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama 5. ayda Yaponiyaga berib, sanoatlashgan 7 davlat boshliqlariga yig'ini qatnashgandan keyin Yaponiyaning vaziri Shinzo Abe hamrohligida Hiroşima o'lkasini ziyorat qildi. Lekin Yaponiya hukumatining bayonotchisi 22 kuni bu xabarni inkor qildi. Hozir Angliyada ziyoratda bo'layotgan Prezident Obama muxbirlarni kutib olish yig'inida bu masaladan yoki aniq javob berishdan o'zini qochirdi. Yaponiya Chanjin Shimbun gazeti 4. ayning 24. kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Obama 5. ayda sanoatlashgan 7 davlat boshliqlari yig'ini qatnashgan mezgilda Yaponiyaga berib, Hiroşima o'lkasini ziyorat qilamdi yo'q. Hozir xalqaro jamiyat diqqat qiladigan muhim qiziq bir nuqtaga aylandi. Hozir dal Angliyada ziyoratda bo'layotgan Prezident Obama 22 kuni muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Bu mesele to'g'risida Osiyoga ziyoratga borganda bir nima deylik. Yana bir tarafdan Yaponiyaning Washington turishliq bosh elchisi Zozo Chanshan-Yilang Washingtonda o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Bu ish to'g'risida qaror elinmadi. Yani Prezident Obama'nın Hiroşima o'lkasini ziyorat qilishi to'g'risida qaror elinmadi. Amerika Yaponiya davlatlari o'rtasida bu ish to'g'risida birlikka kelmadi. Bu ish to'g'risida avval Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati qaror qilish kerak. Demak, Yaponiyaning bosh elchisi Zozo Chanshan-Yilang bosh elchi Yaponiya hukumati taklif qilib Prezident Obama Hiroşima o'lkasini ziyorat qiladi degan gapni inkor qildi.
Bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta vatandaşım sizga shukanki, Yaponiya hukumati taklif qilib, Prezident Obama Yaponiyaga berib, Hiroshima o'lkasini ziyorat qiladi degan so'z bu boshqa gap. Prezident Obama Yaponiyaga berib, 7 davlat sanoatlashgan 7 davlat guruhining yig'iniga qatnashgan mezgilda Hiroshima orolini ziyorat qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari shundoq belgiladi desa bu boshqa gap. Bu diplomatiya sohasida emas, bugun tarixga aylangan mushriyallik oldi. Boshqa bir gap. Yaponiyaning taklif qilishi boshqa gap. Amerika Qo'shma Shtatlarining qaror qilishi bu boshqa gap. Yaponiya iqtisodiy xabarlar gazeti Amerikada yuqori darajalik bir nafar amaldorning so'zlarini naql keltirib, mustaqil xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Washington Prezident Obama'nın 5. ayının 27. günü Hiroshima o'lkasini ziyorat qilganlik planini Tokyo'nun oldiga qo'ydi. Demak, Amerikada bir nafar amaldor tab Yaponiya gazeti xabarini qilyaptiki, Hiroshimani Prezident Obama ziyorat qildi degan gapni Yaponiya hukumatining oldiga qo'ydi. Undaqda bu ziyorat Amerikada vazifa o'tayotgan bir nafar prezidentning 71 yil burun Amerika armiyasi atom bombasi bilan bomb bo'lgan shaharni yoki o'lkani ziyorat qilganligi bo'lib hisoblanadi. Xabarlarga asoslangan 7 davlat guruhi yuqori darajaliklar yig'ini qatnash mezgilida Prezident Obama Hiroshima orliq ziyoratga berishi kerakmi yo'q? degan bu masala Oqsaroyda izchil muhokama qilindi. Bundan buran Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi John Kerry Yaponiyada 7 davlat tashqi ishlar ministrlarining yig'ini qatnashganda Hiroshima o'lkasiga berib, atom bombasining ziyonkashligiga uchragan kishilarning xotirasiga gul chambarak qo'ydi. Yaqinda Yaponiyada o'tkazildi 7 davlat guruhining tashqi ishlar ministrlari yig'ini Yaponiyada o'tkazilgan mezgilda Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi John Kerry apandi Hiroshima orlig'i berib, atom bombasining ziyonkashligiga uchraganlar xotirasiga gul chambarak qo'ydi. Diqqat vatandoshim, gul chambarak qo'ydi. Bu harakat Prezident Obama'ning Hiroshima o'lkasini ziyorat qilishining avval ko'tarilgan pardasi bo'lib qoldi. Mayli tahlilchilar desin, mayli xabar tarqatganlar desin, mana shunday bo'lib qoldi degan gap. Hozir endi Prezident Obama Hiroshima o'lkasini ziyorat qilamdi. Bu xalqarada jiddiy masalaga, jiddiy xabar, qiziq nuqtaga aylandi. Nima uchun shunday aylandi, hurmatli vatandoshim?